Ya 20 mingni gapirmagin. Esingdanmi u kuni to'yga ketayotganimizda ishonim tushib ketyapti. Remenini berib turdi deng. Remenimi yechib berdimi? Minnat qilmayapman sen. Bitta remenni gapiryapsan, unda qara. O yoshlikda dars payti ruchkam yo'q, ruchkangni berib tur deganda men berib turgan olib ket, qaytarib olib kelmagansan. Maktabdan kelishmi? Eshitdim. Endi eshitdim. Maktabda bufetda oldida qorni ochib turgan payt nonni yarmiga so'zli salat solib mayonezga chiplar bilan berganman. O'sha och qolmasin deb minnat qilmayapman o'sha. Va yegan narsa gapirib bo'lmaydi, qara. O'qituvchimiz kitobni zildan tekshirayotganda, saniki ustida yo'q edi. Men o'zimnikini yechib berib turganmanmi? Ya bittachi bunaqa pastkash bo'lma. Qara, futbol o'ynayotganimizda jismoniyda yakkamayga chiqib ketganimda oshirdi baqiruvding. Senga oshirdim, o'shani o'zim ursam bo'lardi-yu. Minnat qilmayapman. Ha? Bo'ldi, qayerga olib borib kelishga? Magazinga olib borib, qayta uyga tashlab qo'yasan.